Mana shu Monsterni olish niyatda edim. Gap bo'lishi mumkin emas. Mercedes-Benz qotili bo'ladi bu mashina. E'tibor beringlar, bu aytgancha bunday to'p bosganning o'zida ochilar ekan. Qaranglar. Aniq ko'rinishdagi salonni hozir guvohi bo'laman. Dizayni Zikrdan olingan X9. O'zi Oppo o'zi. Bu ko'rinishdagi modellar hammasi bir xil почти. Orqaga razm solamiz, kapitanskiy sideniya kreslolari bilan birga. Gap yo'q. Yotib ketsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin boshqarishlarni. Ekranida ekan, ham ekrani shu patlakodnikida ekan, boshqarishlarni ko'rishingiz mumkin. Bu dizayndagi shu mashinani men ko'rdim, yoqtirib qoldim. To'g'risini aytsam, menga yoqdi bu firmaning mahsuloti. Bo'ya gap bo'lishi mumkin emas, zo'r chiqarib qo'yibdi. Respekt deb qolaman. Old tomoniga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana boplashadi. Knopkada ochilishi ham mana xitoyliklar qilib qo'yishibdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa ko'rinishdagi narsa. Oldidagi ko'rasizlarmi? O'qdi. E'tibor beringlar. Mana bu knopkani bitta bosamiz, eshik yopildi. Touch screenni boplabdi lekin. O'qdi, gap yo'q. Lekin menga to'g'risini aytsam bu yoqdi, bu model yoqdi, chunki nimaga deganingizda lishi narsani ko'rmaysizlar. Mana bu yerda knopka orqali boshqarib ochirsangiz bo'ladi. Hamma funksiyalari tushunarliroq qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Premium klassga mo'ljallangan lyuks. Mana bu yerda ko'ramiz nima funksiyalari bor ekan. Mana bu yerda muzikani upload qilsanglar bo'ladi. Baland pastini. Endi bilmayman, ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zini yazikovoy paketi, ya'ni til sozlamalarida rus tili yoki bo'lmasa ingliz tili qo'yilganmi yo'qmi bilmayman to'g'risi, lekin menga juda ham yoqdi. Maslahat beraman olishinglarni, chunki dizayn juda ham zo'r. Bersanglar BMW dan olingan, Mercedes-Benz dan olingan ikkita modelni bir-biriga kollaboratsiya qilib, ya'ni mix qilib, mana shunaqa ko'rinishga keltirib qo'ygan. Xullas, men o'ylaymanki, shu mahsulotni olsanglar menimcha yomon bo'lmaydi, chunki mana ko'rinishga ega bo'lgan modellarni O'zbekiston ko'chalarida haydasanglar, uncha-muncha odamlar chakaga tushib qoladi deb o'ylayman. Shunaqa gaplar. Mana bunaqasi chiqibdi, L bo'yani. Undan tashqari menga eng yoqqan varianti tim qora. Qoraga ham shunaqa alohida podxod berilgan. Gap bo'lishi mumkin emas, qaranglar. Xullas, kim yoqqan bo'lsa like bilan taqdirlab qo'yasizlar. Keladigan bo'lsa, mana shu Salahbon mashinaning narxi 54 ming bo'lyapti. Bu oddiy pozitsiya emas, ikkita pozitsiyaga bo'linadi. Ya'ni ko'rayotganinglar 54 mingdan 65 minggacha bemalol xarid qilishingiz mumkin. Keling, bu taloqqa chiqasizlar. Ha, keyin bitta narsa, bu gibrid bo'lyapti. Bu elektrda, toza elektrda yuradigan bo'lsa, bu mashina 350 kilometr yuradi. Agar полностью yuradigan bo'lsa, ikkita tizimda, ya'ni elektr benzinda harakatlanadigan bo'lsa, bu mashina общий 1400 kilometrni bosib o'tar ekan. Bizdan yura olishmaylar. Obuna bo'lishingiz chiqmasin. Mana shunaqa ko'rinishdagi mashinalar sizlar uchun.